Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar. Bugungi video darsimizni boshladik. Bugungi video darsimizda kommentariyaga kelgan savollarga javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Bu savollardan ikkitasini tanlab oldim. Shu savollarni ko'rib o'tamiz. Juda ham qiziqarli savollar ekan. Shu ko'pchilikda muammo bo'layotganiga muammo hal qilishga qaratamiz. Kommentariyamizga kelgan muammolar: maktabda ishlayman, o'quvchilarga sertifikat olish uchun pochtani ko'paytirishni o'rgating debdi. Birinchi muammo yoqqani. Oldin ro'yxatdan o'tganlar mavjud deb chiqyapti. Shularga sertifikat olsa bo'ladimi debdi. Olsa bo'ladi. Shuni ko'rib o'tamiz. O'zbek Coders oldingi sayt nomi bo'lgan. Hozirgi kunda bu sayt o'zgarib iLearning faoliyatida ishlab kelmoqda. Hammada foydalanuvchi allaqachon mavjud deb chiqqan. Shu mavjudni bo'lsa, uni akkaunt qilib boshqatdan olsa bo'ladimi demoqda. Shuni olsa bo'ladi. Masalan, siz 8-sinfda o'qiyotganda 2023-yilda sertifikat olgan bo'lsangiz, hozir 2026-yilda bu 11-10-sinf bo'lgan. Shunga sertifikat olsa bo'ladi. Buning uchun eski sayt O'zbek Coders'dan o'chirib tashlashingiz kerak bo'ladi. Keyin sertifikat olsak bo'ladi. Hozir video darsimizda ko'rib o'tamiz. Demak, video darsimizni boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz hozir Google brauzeriga kirib pochtani ko'paytirish bo'ladi. Qidiruv tugmasiga Gmail generator deb yozamiz. Mana shu saytga kiramiz. Mana bu pochtamiz. Ozoda Karimova 604. Shu pochtamizni ko'paytiramiz. O'ttiz ikki ming yetti yuz oltmish sakkizta qilib berarkanmizni ko'paytirib shu pochtamizni. E'tibor bersangiz, har bittasiga bittadan nuqta qo'yib, belgi qo'yib o'zgartirib chiqqan. Generatsiya qilib o'zimizga kerakligicha foydalanamiz. Hammasini ko'chirib olsak bo'ladi, belgilar. Xo'p, men pochtalar degan Excel'da fayl yaratib oldim. Shu faylga kiraman. Xo'p, o'quvchilarni adashmasligi uchun bitta pochtadan foydalanganda o'zimizga birinchisi tartib raqami. Masalan, 9-sinfdan 11-sinfda 100 ta o'quvchimiz bo'lsa, 100 ta o'quvchiga bitta pochta orqali sertifikat foydalansak, Gmail pochtaning generatsiyasini shu yerga tashlaymiz, pochtaga. Mana tashladik. Ko'p ekan. 100 tadan 128 ta ekan. Xo'p, o'quvchining ism familiyasini bu yerga yozamiz. Masalan, Mansuro Olam. Keyingisi Rahimov Karim.
Sınıfı mana 8. 8. Keyingisi Karimova Ozona. Bu masalan 9-sınıf deb kiritdik. Bu yerda metr kelgan raqami, har xil bo'ladi. T deb berganlari bor. Endi mana bu yerda metr kelgan raqamni kiritamiz. Seriesdagi 7 tali. Xo'p, parolga masalan adashmasligi uchun maktab sanksiyani, ya'ni 80-maktab hammasiga bir xil parol ketaveradi. Mana shunday generatsiya qilib oldik. O'zimizga ma'lumotni saqlab olamiz. Biz hozir mana pochtamizdaginda e'tibor bersa Karimov Ozodi 604 degan pochta orasida hech qanaqa nuqta yo'q yoki belgi yo'q. Nuqtani belgi deb ko'rganligi uchun endi uchinchisiga qaraymiz. Karimov Ozodi nuqta 16dagi 04gmail.com. Mana shunga sertifikat olib ko'ramiz. Bu profil oldin ro'yxatdan o'tgan. Hozir buni eski saytdan o'chirib tashlaymiz. Keyingi etapga o'tamiz. Qidiruv tugmasiga O'zbek Kodres Delete deb yozamiz va Enter tugmasini bosamiz. Profil o'chirish degan bo'lim chiqadi. Profil bo'limi o'chirish bo'limidan tug'ilganlik haqida guvohnoma ta'minlab, ma'lumotlarni kiritib, yuborish tugmasini ustiga bosamiz. Ma'lumot o'chirildi degan yozuv chiqdi. Shundan so'ng boshqatdan ma'lumotlarni yangi saytga kiritamiz. Kirish tugmasini ustiga bosamiz. Ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tishda ikkita usuli. Har doimgidek pasport orqali, guvohnoma orqali. Biz o'quvchiga olamiz, guvohnoma orqali serial raqamini kiritamiz. Tug'ilgan yilini, faoliyat turi maktab tanlaymiz. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Demak, boshladik. Xo'p, elektron pochtangizni kiriting debdi. Telefon raqamingizni kiriting, parol yarating. Biz pochtalardan mana shu pochtadan foydalanishimiz kerak edi. Uchinchi pochtadan eski pochta oldingisi, haqiqiy pochta. Belgini qo'ygan pochtamiz mana. Telefon raqamimizni kiritamiz. Parol qo'yamiz. Keyingisi tugmasini ustiga bosamiz. Saqlanib qo'ydik. Pochtani tekshiring, havola yuborildi debdi. Tushunarli. Ustiga bosdi. Xo'p, pochtaga o'tamiz.
Gmail pochtaga bosamiz. Kiramiz. Dalya bosamiz. Xo'p, spam degan xabar. Mana aktivatsiyasi. Spam berilgan ekan. Boshida xabar kelmabdimi deb o'ylaganman. Spamdan chiqdi. Qidiruvda ne spam? Ne spam qilib boshiga qaytdi xabarda. Shuni silka ustiga bosaman. Bir marta. Kurslarni ochib berdi. Bitta kurs ustiga bosaman. Endi bundan chiqib turaman. Chiqib ketaman bundan. Pochtamizga yana xabar kelgan. Join now ustiga bosaman. Internet ishlashini kutib turaman. Sekin ishlamoqda. Boyagi parolimni kiritaman. Подождать qilaman. Karimov Ozoda profil ochildi. Настройкаga kiraman. Xo'p, o'zimizni rasmimizni qo'ysangiz bo'lar ekan. Fotodan 604 elektron adresimiz. Mana bu yerda bitta belgi bor, nuqta. Pochtamizda yo'q. Xo'p, bu yerdan parol almashtirsak bo'lar ekan. Yangi parol. Mana sertifikatga ism familiyamizni kiritish ustiga bosamiz. Отправить qilib qo'yamiz. Shu belgini ustiga bosamiz. Bular kerak emas bizga. Endi xohlagan kursimizni o'qisak bo'ladi. ChatGPT'da o'qib ko'raylik. Savollarni ingliz tiliga o'tkazib olsak bo'ladi. Xohlar rus tilida, o'zingizga bog'liq. O'zbek tili ham bor ekan. Kiramiz kursga. Start. Birinchisi video ekan, keyingisi materiallar, hammasi video bo'lib
dars boshlab beradi. Xo'p, kursimiz 6 ta moduldan iborat ekan. Shu 6 ta modul mana bu yerda yashil bitishga chiqazamiz. Yashil bitishga chiqarsa, keyin bizga sertifikat beradi. Bungacha sertifikat bermaydi. Har bitta kursni oxirida test bor, 10 tadan. Shu 10 tadan testni yechib ko'ramiz. Demak, 10 tadan bo'lsa 60 ta test bor. Hammasidan 80% dan yuqori bajarsak, keyin bizga sertifikat beradi. Bungacha bermaydi. Demak, boshladik. Oxirgi testni yechib oldik. Ortga qaytamiz. Kurs boshiga qaytamiz. Mana do'stlar, o'qib tugatib bo'ldik. 86% ga bajardik. 80% dan sertifikatimizni yuklab olamiz. Yuklab bo'lganimizdan keyin chiqib ketayotganimizda, keyingi o'quvchiga o'tkazayotganimizda xatolik bermasligi uchun keyingi o'quvchidan sertifikat olayotganda mana bu yerdan log outni bosib chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa narigi eski o'quvchiga qaytib qolishi mumkin. Endi mana 5 million so'mning endilikda mana bu yerda ozodi karimlardan chiqish qilib chiqib ketib turib, keyingi o'quvchiga kirish ustiga bosib foydalanishimiz kerak bo'ladi. Brauzerdan chiqib ketaman. Hurmatli do'stlar, hurmatli vatandoshlar, bugungi video darsimiz shundan iborat edi. Bizni kanalimizni kuzatishda davom eting. Eng foydali ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang.